Kelinglar mana. Kelinglar mana. Yana shu Bag'doddan shu eng mashhur karmenni ko'rgan kelishyapti mana. Bu karmen hali bir oydan keyin tillarang bo'lib, bosh kalibriga o'tadi. Yevropanikida bu. Bu davlatniki emas, bu Shrederdiki. Shrederdiki. Bog'bondiki. Bog'bonniki qaragannikida buni shunday ekib qo'ysam bo'lmaydi. Sxemani ko'ring. 5 ga 1. Qachonga pishadi bu? Bir oydan keyin mana bu ketadi. 4 tasi 1 kilo ketadi. Mashinada bo'lib ketadi. Qalinligi shuncha tillarang bo'ladi. Men 700 grammdan kattaligini ko'rmadim-da. Yo'q, 700 gram 300 yil bo'lgan mana shundayda. Bu 250, 200, 250 gram chiqadi bittasi. Karmeni. Ana bu boylar ana Qanchadan meva kiradimi? ko'chadi bu qancha meva? Kelishamiz, hozir ko'rib olingda bir qator. Ana. Bag'dodlik tog'alar hamma yo'qni ko'rgan kelishing ko'rsatib tushuntirilyapti. Qachon pishadi, qanaqa ekiladi, sxemasi qanaqa bo'ladi. Hozir ko'pchilik juda yaxshi biladi, mana hali karmen yetilgani yo'q. Yetilgandan keyin har yil ko'rsatamiz, o'zlaring ko'rgansizlar. Karmen, o'sha Yevropaniki kasallikka chidamli eng muhimi. Bosh o'zimizda Osiyonakilarga qaraganda kasallikka chidamli bular hammasi. Kasal tushavermaydi ham. Keyin rangi ham chiroyli, jozibador. O'rtaki nav bozorlarda 28 ming sotilgan. Bir haftada yana 15 kun bir oyda 20 kundan keyin siz uni tanimaysiz. 20 kunda chiroyli o'tadi ekan. Ha, juda. Rang olishni boshlab qoldi. Mana karmenlar egim usulda tarbiyalangan, mana sxemasi xuddi shunday bo'lishi kerak. Mana shuni to'xtab. Ovozi bilan video olib qo'ying. Nima janob? Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, birodarlar, azizlar. Mana Quvaning Shredder nomli nima bog'dorchilik bog'ida turibmiz. Mana noklarni ko'rib turibsizlar. Video. Bebaho noklar hali baland emas. Mevasi hozir mana 6 yoshda, qarang, olganiga qarang 5 kilo mevasi bor. O'zi bo'lgani shu, bundan baland bo'lmaydi. Ha, bu o'z mashinchalik bo'lsa yetadi. Yetadi. Habibullah Yosh qancha? 6 yosh. alangali solam sizga. Mana ko'rib turibsiz, bozorlari kerak. Agar mana shu sxemani birga Salom deb qo'ying. birga 3 qilib. Birga 4 Habatulloh qilib. kelib bizga duo qilib qo'ying. Gektariga 2,5 ming. Bog'bonlarga ham duo qilib qo'ying. 2,5 ming. Qachab qo'ying. Har bittasi Salom 10 kilo, qiling. 3 kilo olsin. 3 kilo. 3 kilo. 7,5 tonna nok qiladi. 3 kilodan qilsa 7,5 tonna nok qiladi. Chunki mevada olayotganda minimalni hisob kitob qilish kerak, maksimalni emas. Chunki Azini. ha, osmonga uchish kerak yo'qmi? Bor realniroq fikrlash kerak. 3 kilodan hisoblasangiz 2,5 mingta daraxtingizdan 7,5 tonna nok beradi. 7,5 tonna nokda misol bozor holatiga kelib hisoblab nech pul bo'lishini hisob kitobsiz bo'laveradi. 20 mingdan hisoblasangiz ham 150-200 million pul beradi. 20 ming gektariga 3 mingta sig'dirsa bo'ladi. 3 mingta nihoyatda 3,5 ga bir sxemada ekilsa nihoyatda chiroyli. Bu kenglik. Ola. Ha, bu kenglik ekilgan. Bu keng ekilgan o'zi mana ko'ryapsiz mana. Ichidan foydalanadi bu yerdan. Mana shu yerda olib kelsa bo'ladi, bitta qatorini. Xudo xolasa. Mana shu bitta qator olib kelsa bir-biriga salqin qilmaydi-da bu. 5 mingta siz ham bo'ladi 1 gektarga. 5 mingta tiqib qo'yib 1 kilo naqsa 5 tonna qiladi, 2 kilo naqsa 10 tonna qiladi. Faqat boshida bitta rasxod qilasiz xolos. Qanchada meva kiradi ekan? Bu ekkan yilingizdan boshlab nishona ko'rsatadi, lekin birinchi, ikkinchi yillari mevasi terib tashlanadi. Sabab daraxt rivojlanmay qolib ketadi. 3-yildan mevaga sanab kerakligicha qo'yib qo'yilgan xolos. Asosiy 4-5-yilda mevaga qo'yiladi. Asosiy o'g'it ariqdan beriladimi? Asosiy o'g'it ariqdan beriladi. Asosiy o'g'itini ko'proq. Endi bunga tomchilab sug'orishga eksangiz ham bo'laveradi. Tomchilab sug'orishga eksangiz yana ham kuchli effekt beradi. Shunda 3,5 ga bir sxemada eksangiz yana ham zo'r natija beradi. Sonini ko'pligiga hisobiga. Endi ko'chatlar endi narxi bu yil 15 mingda boshlandi, keyin 30 minggacha ko'tarilib ketdi. 15 ming so'mda boshlandi. Birinchi 15 ming sotish boshlangan. Keyin sezon keldi, 5 ming bitib 30 mingga ham talab kuchayib ketdi. Pinkledini olma bor, men kuzda ko'raman. Pinkledini endi originali bor, 2 xili bor. Pinkledini o'sha kuzda ko'rsangiz ajratilasiz. Hozir kichkina dumalar Ko'chatlar shularda bo'ladi. Xudo xolasa bizda hozir ko'chatlar bor, sotuvda sotilyapti. Hali mana qo'yganimiz yo'qmiz, internetga qo'ysak tez sotilib ketyapti. Mevasi bu hali ham bruzi bo'lmaydi. Yo'q. Bu foydasi ham yo'q-da, u xuddi emas-da, bir nimasi yo'q.
o'g'lim bilan kelini ko'rsatib mana Yo'q, uni tulpanmi ha? Tilpondani Uni ko'rsat. olib kelib ko'rsatib. Xo'sh, tog'a videoga olyapti mana. Yuborgan bo'ladi. Bog'dashilib bog'ida turibmiz. Bir oy. Mana Dan noqlarni keyin uzish kerak. 6 yoshli. Alloh ko'plar ko'rish nasib etsin. Ka'batulloh kelib bizlarga duo qilib qo'yadi. Bog'bonlarga ham duo qilib qo'yasiz. Bog'larga, Amin. mevalarga, umriga, rizqiga, alloh taolo.